Sen bir olam, men o'zga olam asari. Muallif Feyya Moran. 22-qism. Deyfus xonim 1,5 soat vazxonlikdan keyin bizni qo'yib yubordi. O'zim haqimda hech qanday yangilik eshitmadim. Eski tasma. Direktor Eliasni mutlaqo ma'nisiz mushtlashuvni qo'zg'ashda aybladi. Xuddiki u Chesterga hey yo'q beyo'q tashlangandek. Elias kimgadir sababsiz qo'l ko'tarishi mumkin degan fikr birovning xayoliga kelishi mumkinligiga ishongim kelmayotgandi. Xullas, bema'nilik. Uzoq nasihatbozlikdan keyin direktorning xonasidan chiqqach, horg'in so'lish olib o'yladim. O'quv yili tugashiga juda oz qoldi. Demak, tez orada bu ahmoqona maktab va undagi ahmoqlar borasida tashvishlanishimga zarurat qolmaydi. Qanday yaxshi. Bunday o'ylardan kayfiyatim biroz ko'tarilgandek bo'ldi. Oshxonaga boramizmi? Deyfus xonim xonasida menga islomga nisbatan nafratga to'la so'zlarni yog'dirayotganda kutib o'tirgan Eliasning ovozini eshitib o'girildim. Bilmadim. Rostini aytib qo'ya qoldim. Balki umuman birga ko'zga tashlanmaganimiz ma'quldir. Fikrimcha, Deyfus xonim men haqimda seni yo'ldan ozdirgan deb o'ylayapti. Bo'lmag'ur gaplarni qo'ysang, sharq go'zali. Yigit qo'l siltadi. Qolaversa, bu qalamdan juda kam foydalanyapmiz. Shuning uchun unga ko'proq vaqt ajratib turishimiz kerak. U yana qalamni chiqardi. Endi unda qon dog'i yo'q edi. Tabassumimga erk berdim. Yana bir tomondan o'zimga o'xshamay qolyapman. Boshqa tomondan bu shunchalar yoqimliki. Lamiya, bu gal seni yolg'iz qoldirishni istamayman. Jin ursin, davom etdi Elias. Bu tasqaralar qilmoqchi bo'lgan ishdan keyin sen maktabda xavfsizlikda emassan. Faqat do'stlaring va mening oldimda. Buni aytayotganda shunchalik xijolat tortdiki, qiziq. Elias ko'nglidek jo'shqin va quvnoq odam ham xijolat tortarganda. Bosh irg'idim. So'ng ikkimiz qalamning ikki uchidan tutgancha oshxonaga yo'l oldik. Chetdan qaraganda ahmoqona ko'ringan bo'lsa kerak. Ammo atrofdagilarning fikri meni qiziqtirmay qo'ygandi. Har doimgidek katta tanaffus vaqtida oshxona gavjum. To'rt tomondan qoshiq sanchiqlar, finjonlar va likoplar jarangi eshitiladi. Oldimizdan patnisini qovurilgan kartoshka, hot-dog va boshqa mazali, lekin unchalik foydali bo'lmagan yeguliklarga to'ldirib olgan o'smirlar o'tib qaytishardi. Elias ikkimiz tarqatish stol oldida navbatga turdik. U ham o'ziga hot-dog oldi. Men esa salat solingan yelim idishni oldim. Sen bu yerdagi go'shtni yemaysan-a? So'radi Elias. Patnisimdagi salat oldiga faqat issiq shokolad qo'shilganini ko'rib. Shunaqa. U islomiy qoidalarga ko'ra tayyorlanmagani uchunmi? Ha. Yana bu cho'chqa go'shti bo'lishi ham mumkin, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Birdan u hot-dogiga qaradi-yu, qaytarib joyiga qo'ydi. Unda men ham yemay qo'ya qolaman. U shunday deb kuldi. Bu bilan meni rostmanasiga ajablantirdi. Jiddiy aytyapsanmi? Ha, aytdim-ku. Men sening olaming bilan tanishmoqchiman. Buning uchun esa ayrim qoidalarga amal qilish kerak, shundaymi? Nima deb javob berishni bilmaganim uchun indamay qo'ya qoldim. Ichimda haqiqiy tartibsizlik isyon qilardi. Shunchalar ko'p hissiyot va tuyg'ular g'alayon qilardiki, ularni namoyish qilishga qodir emasdim. Bularning bari tushdek tuyulayotgandi. Oldimda meni himoya qilishga jon-jahdi bilan tirishayotgan hech qanday Elias yo'q. Men esa o'zi bilan o'zi gaplashib yurgan devonaman. Uni mutlaqo begona olam ichra mavjudlikni biroz bo'lsa-da yengillatish istagida tasavvurim paydo qilgan bo'lsa kerak. Stolga o'tirdik. Menga dining haqida biroz gapirib ber, so'radi yigit. Chalg'ish uchun aslida ham jon deb tinglagan bo'lardim. Nimani eshitmoqchisan? Nega islomda taqiqlar bunchalik ko'p? Bu ancha murakkab mavzu bo'lsa ham mustaqil javob berishga qaror qildim. Birinchidan, taqiqlar unchalik ko'p emas.
Ruxsat etilgan jihatlarni hisobga olsak, taqiqlar barmoq bilan sanarli. Ikkinchidan, hamma taqiq deb o'ylaganlaring insonning foydasini ko'zlaydi. Elias biroz o'ylanib turib, misol keltirishni so'radi. Men ham bosh tortmadim. Masalan, ichkilik. Ichkilik ichadigan odam nego'yga tushishini bir ko'z oldingga keltir. Hayvondan farqi qolmaydi. Qolaversa, alkogol salomatlik uchun zararli. Jigarni ishdan chiqaradi. Chekishchi, u ham xuddi shunday. Cho'chqa go'shtichi. Olimlar allaqachon uning zararini isbotlashgan. Cho'chqa iflos hayvon. U chiqindin ham yeydi. Yana tezagini hammi? Kulib qo'shimcha qildi Elias. Ayta qol shu so'zni. Tezak. Uyaladigan joyi yo'q. Har holda men uchun. Hech ham aytmayman-da. U kulib, qalam bilan burnimning uchiga turtib qo'ydi. Hatto esankirab qoldim. Shunchalar yoqimtoysanki, Lamiya, turgan bitganing joziba. Uyalganingdachi. Xullas seni shunchalar ushlab ko'rgim keladiki, bu gapdan sholg'omdek qizarib ketdim. Senga qo'l tekiza olmasligim esa... Eliasning ovozi birdan jiddiy tus oldi. Lablaridagi tabassum yo'qoldi. Tan olaman, ba'zida bunga toqat qilib bo'lmaydi. Nigohlarim bilan uning so'zlarini tasdiqlashdan qo'rqib indamadim. Chunki gohida o'zim ham meni bag'riga bosishini istardim. Shunda rostdan yengil tortgan bo'lardim. Sendachi, hech shunaqasi bo'lganmi? Kutilmaganda so'radi u. Nima desam ekan, biron yigitni sevib qolganingda qo'lidan tutging kelmaganmi? Men ilgari hech kimni sevib qolmaganman. Rostini aytib qo'ya qoldim. U javobimdan angrayib qoldi. Bananli kokteyldan biroz ho'plab, stolga yaqinroq surildi. Rostdanmi? Chindan ham sevmaganmisan? Yo'q. Qanaqasiga, axir 17 yoshdasan. 17 yildan beri biron kimga ko'ngil qo'ymagan bo'lsang. So'ng o'zim hech kutmagan holat ro'y berdi. Juda sekin, ammo eshitish mumkin bo'lgan tarzda dedim. Sendan bo'lak. Elias juda uzoq jimib qoldi. Men esa likobimdagi salatga tikilgancha boshimni quyi solib o'tiraverdim. Ayni lahzada uning yuz ifodasini ko'rishni aslo istamayotgandim. Aks holda o'lib qolsam kerak. Nima? Hozirgina unga ko'ngil izhor qildimmi? Bu ne dahshat, bu ne sharmandalik. Boshim osmonga yetdi. Yigitning javobi faqat shu bo'ldi. Hatto achchig'im chiqdi. Shuncha qiynalib hislarimni izhor qilsam-u, boshim osmonga yetdi emish. Faqat mana shu chiroyli ko'zlaring bilan menga qarab qo'ya olasanmi? Davom etdi u. Qanchalik mashaqqatli bo'lmasin, itoat qildim. Eliasning ko'zlari kulib turardi. Ko'zlar porladi degani shu bo'lsa kerak. Yana uning ko'zlari juda qoraligidan yilt etgan nur tushib, lablariga tabassum yugursa, haqiqatan baxtdan lov-lov yonayotgandek ko'rinadi. Ko'rdingmi? Bu unchalik ham qiyin emas. Yuraging sen uchun so'zlashiga izn ber, dedi u. Bunaqada uzoq borasan, sharq go'zali. Ichimda uning gaplarini ma'qullab qo'ydim. Keyingi dars jismoniy tarbiya darsi edi. Elias biologiya xonasida g'oyib bo'lgach, shu bilan ko'rinish bermadi. U oldimda bo'lmaganida o'zimni juda yolg'iz his qilardim. Qaraya, Elias hayotimga kirib kelganidan keyin nimalar bo'lib ketdi. Yaqingacha yolg'izlikka, do'stlarimning yo'qligiga tan berib yashardim. Endi esa bittagina darsda Elias bo'lmasa bas, tezroq ketib u bilan ko'rishkim kelyapti. Jismoniy tarbiya darsi tugagach, hamma kiyinib ketishini kutib turdim. Hozir qizlar kiyinish xonasi bo'sh edi. Hatto ovozlar ham olislab ketdi. Tabiiyki bundan quvondim. Chunki hech qachon sharaqlab kulib, dugonalari bilan gap sotgancha kiyinadiganlar toifasidan bo'lmaganman. Ro'molimni, so'ng xuddimni yechdim. Egnimda faqat qora kofta va ishton qoldi. Kiyinish xonasi salqingina edi. Etim junjikib, abil-tabil kiyina boshladim. Sportchi ishton o'rniga oddiy jinsi, so'ng to'q ko'k rangli keng xudimni kiydim. Beixtiyor esladim. Eliasda ham xuddi shunaqasi bor edi.
Hali uni ko'rgani ko'zim bo'lmagan vaqtlarda. Aqldan ozish hech gap emas. Qachonlardir chindan ham Elis Conleydan nafratlanardim. Hozir esa u menga yoqadi. Balki inson sifatida, balki yigit sifatida. Chuqurlashishni istamadim, chunki bu haqida o'ylashga hali erta, degan fikr meni tark etmasdi. Ammo kimni ham aldayman? U menga yoqadi albatta. Buni hatto sevgi deb atash ham mumkin. Qora ro'molimni olib, lablarim orasida to'g'nog'ichimni qisgancha ko'zgu oldiga yaqinlashdim va dahshatdan qichqirib yuborayozdim. Ko'zguda atiga bir necha soniya oldin xayolimni band qilgan Elisning qora ko'zlari qarab turardi. Ko'zlarimni ola-kula qilgancha xuddi cho'g' tekkandek sapchib tushdim va bu bo'rttirish emasdi. Dodlab yuborishim ham mumkin edi. Ammo qichqiriq bo'g'zimda qotib qoldi. Ichimda chidab bo'lmas tushuniksizlik va hayrat bilan taslim bo'ldim. Kechir, yo'l-yo'lakay so'z boshladi Elis. U yuzini kafti bilan to'sganini ko'z qirim bilan ilg'adim. Ammo bo'lar ish bo'ldi. Endi nima naf? Bu yerda birov borligini bilmagandim. Juda xijolatdaman. Jin ursin. Ishon. Sen nega? Ichimda chidab bo'lmas nomus hissi tug'yon ura boshladi. Xuddi birovning ko'ziga yalang'och holimda ko'ringandek edim. Ro'mol o'ragan musulmon qiz uchun 7 yot begona yigit qarshisida bosh yalang namoyon bo'lish shu bilan teng. Ro'molni boshimga tashlab, tezda qo'llarim bilan yuzimni to'sdim. Uyatdan yer yorilsa-yu kirib ketsam, hozirgina bo'lib o'tgan hodisani to'liq anglagandan ko'ra o'lib qo'ya qolganim yaxshi. Elis Conley qarindoshlarimni hisobga olmaganda sochimni ko'rgan yagona yigitga aylandi. Tasodifan tashqariga chiqib qolgan bir tola yoki hatto tutam ham emas. U sochlarimni bor jilosi bilan ko'rdi. Qora. Oyimnikidek biroz to'lqinsimon va qalin sochlarim bir necha soniya hech bir to'siqsiz uning nigohlari qarshisida namoyon bo'ldi. Qanday dahshat! Yo'q. Asabiy takrorlagancha qo'llarim qaltirab to'g'nog'ichimni ro'molga qadashga urinardim. Hey, sharq go'zali, vahima qilmasang-chi, kuldi Elis. Undan rostmonasiga jahlim chiqqandi. Hatto shundoqqina oldimda turgan latta tayoq bilan qulochga ishlab solgim keldi. Vahima qilmasang-chi, xitob qildim. Sen bu yerga nega kirding? Tag'in ogohlantirmay. Umuman olganda, hamon orqa o'girib turgan Elis so'z boshladi. Uning ovozida quvlik sezildi. Umuman olganda, bu yigitlarning kiyinish xonasi. Men ham sendan shuni so'ramoqchi edim. Nega bu yerga kelding? Ko'zlarim yoz avjida pishgan tarvuzdek chaqchayib ketdi. Tushunqiramay atrofga alanglab, rost aytayotganiga hech bir ishora topa olmadim. Nima? G'azabim deyarli bosilgach, pastroq ovozda gapirishimga to'g'ri keldi. Nima deganing bu? O'girilsam bo'ladimi? Yoki hali ham ro'molingni o'rab bo'lmadingmi? Bo'ladi. Elis o'girildi. Uning yuzida yoqimli taajjub aks etdi. Xuddi meni qay holatda uchratganini qayta va qayta xotirada jonlantirayotgandek. Esimni taniganimdan beri shu maktabda o'qiyman. Bu kiyinish xonasi har doim yigitlarniki bo'lgan, takrorladi u. Bu sharmandalikni hech qachon eslamaslik uchun derazadan sakrash istagini arang yengdim. Ro'molimni mahkamroq bog'lab, ustidan kapyushonimni tortdim-da, kiyinish xonasidan otilib chiqdim. Elis qoldi. Ortimdan uning piqillab kulgani, so'ng uzr so'ragani eshitildi. Uzr, juda xijolatdaman. Bunaqa bo'lishini xohlamagandim emish. Yo Alloh, kiftimni devorga tiragancha bo'lib o'tgan ishni o'ylab, polga o'tirib qolganimda o'zimni qip-qizil tentakdek his qildim. Qanday qilib kiyinish xonasini chalkashtirish mumkin? Shunchalik ham qovun tushiradimi odam degan. Lamiya, bu yerda nima qilib turibsan? Rubining ovozidan o'zimga kelib boshimni ko'tardim. Shunchaki o'zim o'rnimdan turib gapni olib qochdim. Charchadim xolos. Elis bilan mashg'ulotlar qanday o'tyapti? Imtihonga tayyormisan? Mana men o'lgudek hayajonlanyapman. U darsliklarni ko'ksiga mahkam bosdi. Yelkasida pushtir yukzakcha,
Bugun och tusli sochlarini o'rib, bantikli tasma taqqandi. Menimcha hayajonlanishingga hojat bo'lmasa kerak, dedim. Sen dars qilishdan ko'ra ziyofatlarni yaxshi ko'radiganga o'xshaysan. U gaplarimga kulib, so'zlarimning rostligini tasdiqladi. Haqsan, meni juda ham yaxshi bilasan shekilli. Yelga qisib, shunchaki kichik jihatlarga ko'p e'tibor qaratishimni aytdim. Ha-ya, nega kelgandim o'zi? Ruby ryukzakidan bir parcha qog'oz va ruchka chiqardi. Bilasanmi, ertaga Rey bilan tanishgan sanamizni nishonlaymiz. Uchrashayotganimizga 2 yil to'ladi. Tasavvur qilyapsanmi? Shu munosabat bilan kichik bayram o'tkazmoqchimiz. Aniqroq aytganda, qahvaxonada o'tirmoqchimiz. Ikkalamiz, yana bir nechta do'stlarimiz bo'lishadi. Oyim va dadam ham qo'shilishlari mumkin. Xullas, seni ham taklif qilmoqchi edim, Lamiya. Ilgari hech ham tuymaganim, juda g'alati his vujudimni chulg'ab oldi. Ichimga yoqimli iliqlik yugurdi. Tentaklarcha kulgim keldi. Balki do'stlik deganlari aynan shudir. Rubydan bu qisqa vaqt ichida menga qilganlari uchun cheksiz minnatdor edim. U esa birovdan kutishi mumkin bo'lganidan ancha katta ish qilgandi. Shuning uchun tabassumimga erk berdim. Rahmat Ruby, dedim. Minnatdorchilik so'zlari osongina tilimga ko'chdi. Rosti, ilgari hech kim menga sendek munosabatda bo'lmagan. Meni tuzuk quruq bilmaysan ham, lekin birinchi kundanoq boshqalardan mutlaqo boshqacha muomala qilib kelyapsan. Rahmat. Qizbaqdan porlab ketgudek yoyilib jilmaydi. Qo'ysang-chi, Lamiya. Minnatdorlik bildirishingga hojat yo'q. Shunchaki menga juda boshqacha ko'ringanding. Atrofda hamma senga xuddi o'zga sayyoralikni ko'rayotgandek olayib qarayotganiga parvo ham qilmay, shunday shaxtam qadam tashlab kelayotgandingki, Ruby kulib yubordi. Unga qo'shilib men ham iljaydim. Va sen bilan do'stlashkim keldi. Dovyuraklarni yaxshi ko'raman, chunki o'zim zarracha dovyurak emasman. Javob berish ulgurmasimdan uning ortidan Rey paydo bo'ldi. Rubyning qo'li bilan solishtirganda bahaybat ko'rinadigan kaftini sevgilisining yelkasiga qo'yib, yonog'idan o'pib qo'ydi. Qiz esa kuldi. "Salom Rey", dedi u. "Salom sevgilim." So'ng menga burilib, yengil jilmayib qo'shimcha qildi. "Salom Lamiya, ishlaring qalay?" Oxirgi bo'lib o'tgan voqealarni aytmaganda, bu bilan ham sinfxonada bo'lgan holatni, ham sochlarim bilan bog'liq noqulay vaziyatni nazarda tutgandim. Yigit va qiz ko'z urishtirib olishdi. Bildimki, Chesterning qilig'idan xabarlari yo'q. Bundan hatto ajablandim ham. Ammo o'sha tasqara maktabda o'zini kim deb bilishini-yu, boshqalarning unga munosabatini eslab tushundim. G'iring demaslikni aytib hammaga tahdid qilgan. Ammo boshqa variantlar ham bo'lishi mumkin. Hali hech kim mish-mish tarqatishga ulgurmagan yoki hammaning ham qulog'iga yetib bormagan. "Nima bo'ldi?" so'radi Ruby. Bo'lib o'tgan voqeani aytish kerakmi yoki bu tahqirlarni ich-ichimga ko'mib qo'ya qolganim ma'qulmi deb 5 soniyacha o'ylab qoldim. "Men bu haqida gapirgim kelmayapti", dedim nihoyat. Ularning yuzida xavotir aks etsa-da, qistab o'tirishmadi va bundan xursand bo'ldim. Shusiz ham ertami kechmi hammasidan xabar topishsa kerak. Chester tahdidlarni ishga solmagan bo'lsa. Mayli. Rey so'lish olib mavzuni o'zgartirdi. "Ruby seni taklif qildimi?" "Ha", bosh irg'idim. "Xo'sh, kelasanmi?" Uning savoli meni biroz hayron qoldirdi. Chunki hozirgacha bu faqat qizning tashabbusi degan fikrda edim. "Bilmadim", dedim biroz o'ylangach, o'ta ishonchsizlik bilan. "Balki." "Xo'p deya qol, Lamiya", yolvordi Ruby. "So'z beraman, kelganlardan hech biri senga ola qaramaydi." "Ha, agar undan cho'chiyotgan bo'lsang", qo'shimcha qildi Rey. "Ko'ngling xotirjam bo'laversin." Ularga juda ko'p narsalar degim keldi. Avval minnatdorlik bildirgim, keyin esa bunday munosabatdan nimalarni his qilayotganimni to'kib solmoqchi bo'ldim. Buning qanchalik noodatiy va yoqimli ekanligini, bu men uchun juda qadrli ekanligini aytgim keldi. Ammo o'zimni aslidagidan-da ayanchli va bechora hol ko'rsatgim kelmadi. Ustiga ustak hali ham ishonchim komil emasdi. Kim bilsin,
Yana biron kor hol ro'y bersa-chi? Ruby va Ray hammasi joyida bo'lishiga har qancha ishontirishmasin, haqiqat faqat Allohga ayon. Shuning uchun shu sababli nima deb javob berishga juda ikkilanayotgandim. Xohlasang, Elisni ham chaqirishing mumkin. Rubyning kutilmagan gapidan ko'zlarim xonasidan chiqayozdi. Ijro etuvchi Nigora Alisherova. Davomi bor.